Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Prim. Bugungi videoda bizda Minecraft o'ynaymiz. Bizlar maqsadimiz daraja beruvchi damlamani olib foydalanish. Qana bo'lsam katta. Let's go. Buncha chiqishimiz kerak. Qanaqa chiqamiz? Qayerdan chiqamiz? Nimaga chiqamiz emas. Qayerdan chiqamiz? Buni blok sindiramiz. Oldingi videoda men Minecraftni chalkashib ketdi degan videoda men uni to'g'rilab oldim. To'g'rilashning yo'li bor ekan. Nastroykadan. Biz endi boshlayapman Minecraft. Eshitdim. Men Minecraftlardan Kaizen ko'raman, xolos. Bo'lgani artefakt esa bir vaqtlar ko'p qolaman. Bu o'sha buzilgan joy Minecraft chalkashib ketgan. O'sha joy bu. Yana bitta blok. Voy. Sindirib olamiz. Buning ichidan bitta biza qo'y topishimiz kerak. Butdan mana nima qilibdi? Butuchka nima bersa deb qo'shilgan mob. Bundan mana narsa qilsa bo'ladi deydi. O'sha mobdan ustun sipirsa, nima edi? Supurgi bilan sipirsa, artsa, o'shanda ana bu narsa berar ekan. Itga bronesa sissa bo'lar ekan. Yo'q, qo'ymi? Nima bo'ladi? Cho'chqa ekan. Molning o'zini eshitdilaringmi? Qo'y. Ovoz baland ekan lekin. Mana o'sha mo. Mana. Sen nimaga baqirding? O'zing pappalant bo'l. Yo'q, bu onasi tanishmi? Chachib ketsa. Oy. Bitta go'sht berdi. Qumsoq. Tez botib qoldi. Nimagadir. Degan. Endi o'rtog'im bor ekan.